Bahromov o'ng qanotga yaxshi imkoniyat, to'p yetkazib berildi. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurash. Yana imkoniyat Chalada. Qaytarildi. Yaqin masofadan gol urib ketmoqda hozir. Bobur Abduxoliqov tomonidan kiritilgan gol inobatga olinadi. 1-0. Nasaf o'z maqsadi. Xo'p, mana yetkazib berildi. Qaytarildi to'p. Hammasi joyida. Bu safar ham joyida. Ofsayd yo'q. Qaytarildi. Menimcha Boburda ofsayd yo'q edi. Yana bir bor. Shaladan uzatma. Mana shu yerda yo'q ekan ofsayd. Bosh bilan o'ynaganda yo'q ekan va Bobur to'pni to'xtatib, to'g'rilab keyin darvozaga joylashtirdi. 1-0. 1-0.